Assalomu alaykum. Ayni paytda biz Toshkent viloyatining Chinoz tumanidamiz. Bugun biz dasturimiz orqali tumanda olib borilayotgan islohotlar, aholi bandligini ta'minlash va ish o'rinlarini yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishamiz. Bugun qaysi bir go'shaga qarasangiz, qaysi bir tomonga qarasangiz, albatta juda katta o'zgarishlar, bunyodkorlik ishlari, qurilishlarga ko'zingiz tushishingiz mumkin. Mana bitta birgina misol, tumanimiz markazidagi dehqon bozorini, buyum bozorini, kiyim bozorini agar olib qaraydigan bo'lsak, ana shu katta yo'l yoqasida joylashgan bozorlarimiz tubdan bunyod bo'lyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari mahallalarimizga kirib boradigan bo'lsak, har bitta mahallalarimizda faoliyat olib borayotgan mahalla yettiliklarini bugungi kundagi o'zlarini o'sha mas'uliyatlarini bilgan holatda fuqarolarga yaqindan yordam berishlari, ularni og'irini yengil qilishlari haqiqatdan ham o'sha prezidentimiz talab qiladigan darajadagi mahalla yettiligi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana mahallalarimizda avvallari yaxshi bilamiz, juda bir eski binolarda, sharoitlari yo'q binolarda o'tirishardi, faoliyat olib borishardi. Bugungi kunda 80-90% mahallalarimiz yangi binolar bilan jihozlangan. Ularga yaratilayotgan sharoitlar ham bugungi kun talablariga juda yaxshi javob beradi. Avvallari fuqarolar murojaat qilishardi, kelishardi, tuman hokimligigami yoki mahallagami bir o'zini muammosini aytib borib murojaat qiladigan bo'lsa, albatta unga yordam berishga harakat qilinar edi. Lekin mablag' bo'lmaganligi sababli, yetarli imkoniyatlar bo'lmaganligi bois fuqarolarga faqat shu og'izdagina yordam berila olardi xolos. Bugungi kunda har bitta o'zini muammosini, o'zini dardini aytib kelgan fuqaroga yaqindan yordam berilyapti. U xoh uy-joy masalasi bo'lsin, xoh texnika masalalari bo'lsin, xoh ish va bandlik masalasi bo'lsin, qaysi muammosi bilan kelgan fuqaro albatta o'sha ko'yni to'q bo'lib, o'ziga kerakli javobni olib, o'ziga kerakli o'sha imkoniyatlardan foydalanib ketib, xursand bo'lib ketyapti desak, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Endi albatta bu narsalarda o'sha xalq deputatlari, Chinoz tuman kengashining deputatlari ham juda ham faol qatnashyapti. Har bitta o'sha okrugga biriktirilgan deputatlarimiz o'sha o'zini mahallasidagi mahalla yettiliklari bilan hamkorlikda, hamjihatlikda ish olib borishyaptiki, bu o'sha muammolarni yechimini topishda yoki bo'lmasam o'sha fuqarolar masalasida, fuqarolar murojaatlarini hal etishda ular bir-biriga kamarbasta bo'lib xizmat qilmoqda.